Hurmatli obunachilar, endi navbatimiz mana bu mягкий уголокlarga, mягкий yumshoq mebellarni tanishtiramiz. Johirbek, tanishtiring. Divan bo'ladigan variantimiz, bu ham high-tech stil. Razmerlarimiz 230 ga 330 bo'ladi. Xo'p. Aha. Xo'p. Divan bo'ladi bunimiz. Kirib chiqishlari ham o'ta yengil, xudo xolasa. Bo'ldi. Materiallari qanaqa? Materiallari mo'shi material bo'ladi. Pampers prujina bo'ladi. Machalkalari ham yaxshisidan qo'yiladi, xudo xolasa. Aha. Bunimizni 4,5 million so'm qilib beramiz ekan, mana shu holatda. 4,5 million so'm narxi. Qolgani batafsil Telegramda yoki telefonda. Tushunarli. Bu ham divan bo'ladigan variant. Bu taraf sandiq bo'ladi, bu taraf divan bo'lib chiqadi. Bunimiz narxi 5 million 200 ming so'm. Razmerlarimiz 3 metrga 220. Xo'p. Mo'shi material. Mo'shi material. Ikkita bolishchasi bor. Ikkita pufigi bor komplektda. Stol alohida. Stol alohida. Stol alohida. Demak, mana shu komplektimiz qancha bo'lyapti? 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm. Tushunarli. Stol kimga qanaqasi yoqsa o'zlari kelishib olaveradi. Tanlab ko'rib olishadi. Xo'p, davom etaveramiz. Xo'p, Istanbul 2 modelimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p. 330 ga 230 razmerlarimiz. Ichlari sasnadan, Pampers prujina. Oyoqlari ham sasna bo'ladi, xudo xolasa. Ikkita tumbamiz bor 60 ga 90 dan. Bunimizni narxini o'zidagi stol bilan 6,5 million so'm qilib beramiz. 6,5 million so'm. Stol bilanmi, stolsizmi? MDFdan 2 metrga 90 stoli bilan. Stoli bilan qancha bo'lyapti? 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Yaxshi. Ichlariga xudo xolasa garantiyasi bilan qilib beramiz. Bu stol yoqmagan bo'lsa, stolga 700 ming so'm minus bo'laveradi. Uголокni o'zini 5 million 800 ming qilib beramiz. Boshqa stol tanlashaveradi. Demak, mягкий угологimiz ikkita pufigi bilan o'zi 5 million 800 ming so'm. Tushunarli. Materiali mo'shi. Materiali mo'shi. Tanishtiring, Johirbek. Bu Istanbul 2 modelimizda oyoqlari yong'oqdan bo'lgan varianti. Razmerlarimiz 340 ga 235 bo'ladi, jicha kattaroq. Ichlari sasna, Pampers prujina bo'ladi. 60 ga 90 dan ikkita tumbamiz bor, 3 ta bolishi. Bunimizni narxini 6,5 million so'm qilib beramiz, uголокni o'zini. Stolsiz. Stolsiz. 6,5 million so'm. Ichlariga, baquvvatligiga, beldamlari, prujinalari hammasiga beramiz. Javob. Uyalib qolmaylik-a? Yo'q, xudo xolasa. Xo'p. Bu ham Istanbul 2 modelimiz. Alpina materialdan bo'lgan, Turkiya material. Razmerlarimiz o'sha 340 ga 235, ichlari sasna, Pampers prujina, oyoqlari yong'oqdan bo'ladi. 60 ga 90 dan ikkita tumbasi bor. Bunimiz narxi 7 million 200 ming so'm uголокni o'zi. 7 million 200 ming so'mmi? Uголокni o'zi. Materialni hisobiga qimmatlashyapti. Materialni ko'rsatib o'tasiz. Nima deb, bo'ldi. Bu o'zi boshqa material ekan, Shunaqa, materialni hisobiga 700 ming so'm qimmatlashyapti. Orqaga faner qoqilgan, oyoqlari yong'oqdan. Yong'oqdan. Ichlariga javob bexijolat prujina, Pampers prujina. Yog'ochlari ham baquvvatidan. Yog'ochlari ham ichiga sasna qo'yilgan, bexijolat. Demak, ichi sasna. 4 ga 4 sasna qo'yiladi. Bo'ldi, tushunarli. Stolini endi alohida kelishiladi. 2 metrga 90, bu stolimiz 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Laklarigacha sepilgan. 3D qilib ishlangan bu ham. Bo'ldi. Xo'p, yana mana bu tarafda ham bor ekan. Shoxonani ham qo'shib qo'yamiz, keyin mana bularni ham qo'shib qo'yaylik, mana ixchamgina ekan. Bu ham o'sha narigi rangda boshqacharoq. Puli. Rangi bu 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm. Baquvvatligi, materiallari mo'shi, prujinasi, hali nima deysiz, Pampers. Pampers prujina. 5 million 200 ming so'm. 5 million 200 ming so'm. Xo'p. Divan bo'ladi bu ham, bu taraf sandiq bo'ladi. Shuni ham aytib o'ting, Johirbek. Demak, buning ichida ochiladi, mana sandig'i bor. Sandig'i bo'ladi. Ikkita bolishi bor. Ko'rsat. Bo'ldi, mana ko'rsatib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu tarafi divan bo'lib chiqadi. Bo'ldi, mana buni ham tanishtirib qo'yaylik. Istanbul 3 modelimiz. Razmerlari kattaroq, 370 ga 250. Xo'p. 3 ta tumbasi bor. Buni ichlariga, oyoqlariga, hamma yo'g'iga garantiyasi bilan qilib beramiz. O'ta baquvvat, o'ta og'ir ishimiz. Burchagida barlari bilan. Xo'p. 3 ta tumbasi, 2 ta yastig'i bilan bunimizni 7 million 200 ming so'm qilib beramiz. 7 million 200 ming so'm. Bu stol bilanmi, stolsizmi? Stolsiz narxi. Stoli 1,5 million so'm. Demak, 7 million 200 ming so'mga 1,5 million qo'shiladi agar stol kerak bo'lsa. Kerak bo'lmasa. 700 ming so'mlik stol tanlaganlar uchun pufigi 3 ta. Xo'p. Mana bu oqini ham qo'shib qo'yaylik. Chester modelimiz. Chester, kattaroq. Razmeri katta ekan. 430 ga 230. Xo'p. 3 ta tumbasi bor. Ichlari sasna, Pampers prujina, xudo xolasa. Bunimizni
Stoli bilan 7 million so'm qilib beraveramiz. Demak, stoli bilan, mягкий уголок, 3 ta pufigi bilan qancha? 7 million so'm. 7 million so'm. Stolimiz razmeri 275 ga 90 bo'ladi, 6 oyoq bo'ladi. Baquvvat. Keling, Johirbek, mana uni ham qo'shib qo'yaylik, yangilaydi. Ixchamgina ekan bu ham. High-tech model bu High-tech, ham. lekin materiali moyshi. Materiali moyshi. Hop, bu yangilik, pufiklari ham boshqacha ekan. Tanishtiraylik. 330 bo'ladi. Hop. Ichlari sasna, pampers, prujina. Bunimizda aka 4,5 million so'm qilib beraveramiz. Stol ichidami? Stolsiz. Demak, stolsiz narxi 4,5 million so'm, lekin ixchamgina mana bu materiallari ham mana ajoyib, mana kirchimolgina, moyshi. Xohlagan rangda faner qilib tortilgan. beraveramiz. O'zini materiali ham tortilgan. Oyoqlari xudo xolasa baquvvatidan Aha. bemalol pilisos qilib tagida polda changlarni artsa bo'ladi mana. Lekin narxi arzon ekan. Katalog ko'rsatib o'taylik aka. Menga lekin yoqdi. Qancha dedik narxini yana bir bor? 4,5 million. 4,5 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, nomer qilib bolani zakazini beraverasizlar. Stolning narxi alohida. Stol narxi Mana ikkita 1 million high-tech so'm. uslubdagi mana bu pufiklari. 4,5 million so'm, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hop. Rangi o'zgarsa, narxi o'zgarmaydi. Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Hop. Bu tarafda Bu ham katta ekan, 30 ga 230. Aha, bu ham katta. Stolimiz ham katta razmerda, mana shu uголокка tushadigan bo'lgan. Pampers prujina, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan ish. Razmeri katta endi buni. Razmeri katta. Pulini ayting. Bunimizni 5,5 million so'm qilib beraveramiz. 5,5 million so'm. Stoli bilan. Stoli bilan 5,5 million so'm. Bu-chi? Buni stoli bilan aka 4 million so'm qilib beraveramiz. Demak, mягкий уголок razmerimiz Razmerimiz 420 ga 220. stolimiz ham katta ekan, pufigi 3 ta, Pufigi 4 ta. 4 ta ekan. Puli 4 million so'm. 4 million so'm. Mana hurmatli obunachilar, Stoli ichida 4 million. stoli bilan arzonni so'ragan obunachilarimiz uchun tavsiya qilamiz. 4 million so'm. Shoxonamizni ham tanishtirib qo'yaylik, Johirbek. Sanam modeldagi divan kreslomiz. Hop. Razmerlari 420 joyga bemalol tushadi. Aha. Stolimiz 170 ga 85 bo'ladi. Bu komplektda? Aha, komplekt ichida bo'ladi, xudo xolasa. Bunimiz narxi 10 million 500 ming so'm qilib beramiz. 10 million 500 ming so'm. Aha. Arkadagisi ham shundan. Arkadagisi ham shu. Demak, 10,5 million so'm. Aha. Mana bu rangi bor. Bu bor va mana bu qorasi. Bunisi ham bor, aha. Puli bir xil. Puli bir xil. Kimga qanaqasi yoqsa, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Narxi qancha deydi buni? 10 million 500 ming so'm stoli ham bor. 10,5 million so'm stoli komplektda. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ko'rsatib qo'ying. Qani Bo'ldi. o'taylik. Tanishtirib qo'ying buni. Maza qilib dam oladigan narsa. Arqa ketib qolmaydi? Yo'q, ketib qolmaydi. Mana bor kuch bilan tashlasam ketib qolmaydi. Hop. Bunimizga Pulini ayting. 1 million 800 ming so'm qilib beraveramiz. 1 million 800 ming so'm. Aha. Tushunarli. Ichkariga kiramiz. Shoxona uголокlarimiz. uголокlarimiz. Qo'shib qo'yamiz buni. Sanam modeldagi, xudo xolasa. Ikkita yumaloq pufigi. 4 ta. 4 tami? Qaniki? Pufigi 4 ta. Bo'ldi, mana yana ikkitasi. Razmerlarimiz 360 ga 260 bo'ladi. Aha. Gul qismlariga xudo xolasa kraska laklarigacha sepiladi bu. Ichlari baquvvatmi? Ichlari sasnadan, pampers, Hop. prujina. Aha. Materiallari ham yaxshisidan qo'yiladi, xudo xolasa bularga. Bo'ldi, endi bu shoxonani Bunimizda- hamma biladi. Akvarium stoli bilan Sanam modelda 13 million so'm qilib beramiz. Demak, mana bu stoli bilan, Aha. 4 ta mana bu pufigi bilan, mana shoxonamiz qancha bo'lyapti? 6 yastig'i bilan 13 million so'm qilib beramiz. 13 million so'm. Aha. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bu modelimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Aha. Razmerlarimiz 340 ga 240 bo'ladi. Hop. 4 ta tumbasi bor. Shunaqa neobичный. Bunimizda 11 million so'm qilib beraveramiz. Mana shu holatini, mana shu stoli bilan. Stoli bilan 11 million so'm. Aha. Stolini ham ko'rsatib qo'y. Mana hurmatli obunachilar, ko'rib qo'yasizlar. 11 million so'm, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Xo'p, endi tanishtirmaganlarimizni ko'rsatib qo'ying. Istanbul bir modelimiz. Aha. 330 ga 230 razmeri. Hop. 60 ga 90 dan ikkita tumbasi bor. Ichlari sasna, oyoqlari sasnadan bo'ladi. Aha. Pampers prujina bo'ladi. Bunimizda ikkita tumbasi bilan 6 million 300 ming so'm qilib beraveramiz. Puli-chi puli? 6 million 300 ming so'm. 6 million 300 ming so'm bu stolsiz. Stolsiz. Bo'ldi, tushunarli. Ikkita pufigi bilan mana 6 million. Telefon qilganlarga yo'lida Aha. qilib beramiz, xudo xolasa. Bo'ldi. Mana shu oqini ham tanishtiraylik. Xo'p, Tanishtiring. high-tech Hop. sifatida bo'lgan ishimiz bu ham 330 ga 230 razmerlari. Hop. Ikkita tumbasi bor. 6 million 300 ming so'm qilib beramiz buni ham. Ikkita pufigi, materiali qanaqa?
Moshi material. Ana shuni aytib o'ting. Moshi material ichini ayting. ichi sasnadan. Ichi sasna uyalib qolmaymizmi? Yo'q, bexijolat. Bo'ldi. 3 ta bolishi bor. Mana bu stol komplektami? Stol alohida. Alohida. Endi narxini ayting. 6 million 300 ming so'm, ikkita tumbasi, ili ugolok. Tushunarli. Stol alohida. Stol U alohida. kelishiladi. Aha. Xo'p, keling, mana bu haytek tanishtiring. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, mana bu yangiligimiz ham bor. Materialni ayting, ichini ayting. 420 ga 280 joyga tushadi, xudo xolasa. Barini olib tashlasak, 370 joyga tushaveradi bemalol. Aha. Bunimizda material qo'zichoq materialdan bo'lgan, xudo xolasa o'ta baquvvat. Buni keyin bu olinadi, ha? Ha, olib turib yuvib ishlatsalar ham bo'laveradi mana. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, buni zamokdan yechib turib, bemalol yuvib, yana joyiga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Ha, ana. Xo'p, razmer necha deydi buni? Razmerlarimiz 420 ga 280. Xo'p, endi mana bu tarafdan olay, yon taraflarni ko'rsatib qo'y. Yon taraflarigacha o'zini materiali va o'tirganda odam maza qilib o'tiradi. O'ta yumshoq. Ichi sasnami? Ichi sasnadan, aha. Xo'p, endi narxini ayting. Bunimizda aka stoli bo'ladi. Xo'p. Stoli bilan 750 dollar qilib beramiz. 750 dollar. Kabinetiga bormi, yo'qmi? 9 million 500 ming so'm qilib beramiz so'mda. 750. Qolgani batafsil Telegramda va telefonda. Tushunarli, hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Stoli kelishiladimi? Kelishiladi. Demak, komplektda yo'q stoli. Komplektda bor, stoli 750. Hozir ko'rsatib o'tamiz, ag'da stol. Xo'p, demak, komplektda ichida stol ham kiradi. O'shanda narxi 750 dollarmi? Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, Johirbek, tanishtiraveramiz. 340 ga 240 razmerdagi klassический ish, xudo xolasa. Bunimiz katta kichkina bo'ladi. Divan qilib foydalansang ham bo'laveradi, xudo xolasa. Demak, orqaga surilib, divanimiz kengayadi. Kengayadi, shunaqa. Baqa ham qaytaveradi. Xo'p. Xo'p. Hammasini qaytarib chiqay. Mana endi kengaydi. Aha. Xo'p, razmerini ayting, ichini ayting, materialni ayting. Razmerlarimiz 340 ga 240, manshi holati 380 ga 280 bo'ladi. Xo'p, ichi sasnami? Ichi sasnadan, pampers, prujina, oyoqlari ham sasnadan bo'ladi. Xo'p, mana hurmatli obunachilar. Arqalari ham o'zini materiali. Qo'limdan ushlab ko'ryapman. Materiallari mo'yshi ekan. Mo'yshi material, aha. Xo'p, bemalol tagini, changini pilisos qilib artsa bo'ladi. Komplekt. Pufigi bo'ladimi? Pufigi yo'q. Pufigi bo'lmaydi. Stol komplektami? Stol komplektdan tashqari uголокni o'zini 7 million 800 ming so'm qilib beraveramiz. 7 million 800 ming so'm, demak, mehku uгологimizni o'zi. O'zi. Tushunarli. Stolda endi kelishiladi. Stol kelishiladi. Hop. Istanbul 3 modelimizda o'sha boshqacharoq rangidan, razmerlari o'sha holatda bo'ladi. 370 ga 250. Ichlari hamma yog'i bir xil bo'ladi, faqat materialning rangi boshqacha xolos. Maloshniy rangi ham bor. Kimga qanaqa rang kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Xo'p, pufigi uchta ekan, baland ekan. Aha, shunaqa. Mehku uголокda o'zi ham baland ekan, ro'parada bari bor ekan, a? Shunaqa. Barning stoykasi bor ekan. Xo'p, ichi sasna, pampers, prujina. Pampers, prujina. Machalkani ham yaxshilar. Materiali mo'yshi. Narxini ayting. 7 million 300 ming so'm. 7 million 300 ming so'm. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Davom etamiz. Johirbek, tanishtiringchi endi buni. Bunimizda razmerlari 420 ga 280 bo'ladi. Xo'p. Barini olib tashlasak, o'rtadagi barini 370 joyga bemalol tushaveradi. Xo'p. Materialni ayting, ichini ayting. Materiali qo'zichoq material bo'ladi. Qimmat, yaxshi materialdan qo'yilgan. Qo'zichoqdan. Aha. Kimga ichlari sasna? Ha, ranglar kerak bo'lsa qilib beraveramiz, xudo xolasa. Bu Mo'yshi materialimizning katalogi. Bu Xitoy material bular, xudo xolasa. Xo'p. Endi demak stol komplektda, to'g'rimi? Stol komplekt ichida. Endi narxini ayting. Bunimizning narxi 750 dollar. 750 dollar. Aha. Stoli bilan. Tushunarli mana. Kimga mana shunaqangi variant mehkimiz yoqsa, nomron qilib olamiz, zakazini beraverasizlar. Xo'p. Bu tarafda ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Aha, Bu ham o'sha katta kichkina bo'ladigan variant. Aha. Razmerlarimiz 340 ga 240 bo'ladi. Xo'p. Ikkita tumbasi bilan, xudo xolasa. Bunimizda 8 million so'm qilib beramiz. 8 million so'm. Johirbek. Materiali mo'yshi. Materiali mo'yshi. Ichi sasna. Ichi sasnadan bo'ladi. Oyoqlari baquvvat. Oyoqlari yong'oqdan. Pilisos changini artsa bo'ladi demoqchiman. Aha, shunaqa. Ikkita pufigi komplektda narxi 8 million so'm. 8 million so'm. Stol komplektdami? Stol alohida, 1.5. Stol alohida kelishiladi. Shunaqa. Tushunarli. Qaysi qoldi yana? Bo'ldi. Xo'p, mana hurmatli obunachilar, kimga mana bu mehku uголокlar yoqsa,
Nomer qilib bolani zakazini beraverasizlar. Mehku gullar juda ham ko'p. Hammasiga to'xtalib o'talmaymiz. Penallarni ko'rsatib o'taylik. Xo'p, mana shu videomizga finalni qo'shib ketamiz. Johirbek, mana shu finalmi? Xo'p, mana hurmatli obunachilar, endi navbatimiz finallarga keldi. Johirbek, tanishtiring. Jemshuk rangda o'ta boshqacha qilib ishlangan penal kamodimiz, xudo Hop. xolasa. 370 joyga tushaveradi bularimiz. Aha. Polkalari ham baquvvatgina, xudo xolasa. Nechi yil birlikmi? Baquvvat oynasi. Aha, polkalari Hop. baquvvat. O'rtalari totma bo'ladi, mexanizmlari o'z tortib oladigandan bo'ladi, xudo Aha. xolasa. Bunimizda Mana qoshlari ham bor tepadagi. Mana bu finallarimiz. Mana bu trimosa juda ham Aha. ajoyib. laklarigacha yarashtiribdi. hamma yo'g'iga fasad qismiga laklarigacha sepilgan. Oq rangdagi finallar kimga yoqsa nomer qilib bolani zakazini beraverasizlar. Johirbek, narxini ayting, narx qiziq. Bunimizni 7 million 800 ming so'm qilib bera olamiz. 7 million 800 ming so'm mana shu Mana finalimiz. shu holat. Tushunarli. Yana bormi finalimiz? Mana bunimiz a. Xuddi shu fasonda Hop. shampaniyali jemshuk aralashgan holati. Aha. Fason hamma yog'i bir xil, rangida jicha o'zgarish bo'lgan. Hop. Narxi o'sha 7 million 800 ming so'm chiqaveradi buniki ham. 7 million 800 ming so'm. Bu ham. Davom etamiz. Avvalni qilib ishlangan ishlarimiz, bu ham xudo xolasa. Zakruglonni bo'lib a, aylana bo'lib. O'rtalari topma, eshiklari bilan mexanizmlari o'z tortib oladigandan bo'lgan. Polkalarimiz 3 ta bo'ladi. Aha. Razmerlari 370 joyga tushadi bular. Bunimizda 8 million so'm qilib beraveramiz. 8 million so'm. Aha. Tushunarli. Tanishtiring. 869 modeldagi penal kamodimiz, bu ham xudo xolasa. Aha. Polkalari birli bo'ladi. Razmerlarimiz 360 joylarga tushaveradi. O'rtasi totma, ikkala chekkasi eshik bo'ladi, xudo xolasa. O'ta baquvvat ishimiz MDF dan ishlangan. Aha. Bunimizda 6 million 500 ming so'm qilib beraveramiz. 6,5 million so'm. 6,5 million. Qolgan kabinetdagi telefondami? Aha, o'tib Tushunarli. beramiz. Keyin uni ham qo'shib qo'yaylik. Bunimiz troyka modelimiz. Hop, servantmi endi bu? Ha, servant stil ali. Aha. Troyka deyiladi. Polkalari bor, xudo xolasa, baquvvat. MDF dan bo'lgan, polni fasad qismlariga kraska laklarigacha sepilgan. Hop. Bunimizda 7 million 800 ming so'm qilib beraveramiz buni. 7 million 800 ming so'm. Aha. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hop, kimga qiziq bo'lsa, mana shoxonalarni tanishtirdik, mehku uголокlar. Pinallarimiz endi har xilidan bor. Mana u ro'paraga ham terib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, mana nomer orqali bog'lanib, so'rasalaring Telegramdan ham tashlab berishadi va kanallariga ham qo'shib qo'yishadi. Nomer orqali bog'lanib zakazini beraversa, Ukta viloyatiga kelishgan holda dastavkalari bo'ladi. Hurmatli obunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar.